Desangchi, ko'rsangchi buni. O'zim ochaymi? 50 kun mashinasiz yurdingiz aka. Ochamizmi aka? Ochaylik. O'zingiz oching bitta. O'zim ochaymi? Bitta oching aka. Yap yo. Zo'rmi aka? Turishini qarang buni. O'zingizni mashinangizni holati bilasiz, boshqacha edi. Bu boshqa mashina aka. Ha. O'zgartirib yubordi. Aka qarang, rangi o'zgardi. Yo'q-da sizga. Siz bilan maslahatlashmadim. Xalq bilan maslahatlashdim. Ko'pchiliklar mana shu rangni tanlashdi. Fara, bamperlar, diskalar qo'yildi. Ular polni mehr berildi. Ya chiroyli chiqdi. Salon kiramiz aka. O'shanisiga qiziq qolmadim. Ha, kiring. Salonni ko'rmadingiz, ustini ko'rdingiz, lekin salonni ichini ko'rsatmadim. Bismillah, o'tiring aka. Boshqacha? Tepalarni boshqacha qilibdilar ekan. Звездный neba bo'ldi aka. Boshidan oxirigacha rul karbon bo'ldi. Qablolar boshqa tushgan, monitorlar, tarpetkalariz. Damasga ham o'shanga qolibdi-yu. Ha, boshqa mashina. Li bo'ldi aka, saloni. Oyna ko'taradiganlaringiz ham polni bo'ldi. Ko'pchilikni hissasi qo'shildi-da. Faqat bizni qilmadi-da. Ya'ni ko'pchilikni duo qilib qo'ysiz bo'ldi. Motorchi bor, haydovchi bor, aka, kasaprafli bor. Bizning komanda ham bor. 50% ni biza qildik. 50% tanimaydigan odamlaringiz ham qilib ketdi-da. Просто zo'r bo'ldi aka. Ya'ni o'zingiz mashinangizga qilasiz-ku. Shunaqa qildi aka. Mehr ko'paydi. Ha, mehr ko'paydi aka. Ko'pchilikga qiziqdi. Bitta savol beraman. Xoling eting, xoling etmang. Nima qilasiz? Oilaviy mashina bo'ldi-da. Yuk tashlamaysizmi? Ya, g'alati bo'ladi bu yuk tashsa. Bu balanam bo'lib ketibdi. Ha. Antiradan ham qo'ydi uni Neoline. 77 aka. Diska dumaloq deyman-ku. Agarlarni haqiqiy dumaloq bo'ldi diskani. Shini aniqi ralli degani poygalar bor, bilasiz-ku. O'shalarda yuradigan. Mana bu chiz bor-ku, dabdalasi chiqib ketadi-yu. Instruksiyasini o'qib chiqdim, yana ochsangiz bo'lar ekan aka. Orqa fara. Mashinasi menga yoqdi lekin. Led tuning qildi aka mana. O'sha Farhad tushdi bolalar bor. Aka qilib beramiz işte, qilib bering dedi. Gentravan bo'ladi 810 lar, unga berishgan edi. Nomer, bino raqamlari. Bu yerda bizning ish bor, panda, mehr ko'zda, dilxiralik bo'lmasin. Orqasidan chiroyliroq ko'ryapti. O'zimda krupniy qarashingiz ham, uzoqdan qarashingiz ham mashinamda ishgan. Men haydab yurdim, yumshoq, cho'tki hammasi. Yana qanaqadir kamchiligi, nimadir bo'lsa, bizga olib kelsangiz, bitta qarab anaqa. Chunki ko'chada yurasiz-ku. Qarang, bizning yuzimizda endi. Mana nimadir anaqa bo'lib qolsa, xijolat bo'lmaydi, bemalol olib kelavering. Aka ko'p qoldi-ku, jon aka. Rangi rostdan ham anaqa ekan. Oqto'da boshqacha, qorong'ida boshqacha. O'zi odatda mana balon taqasiz-ku, diskani taqqaningizda ish ochilmaydi-da. Mana chiqasiz, ish ochiladigan qildi, katta qilib. O'zingiz o'ylab topdinglarmi buni? Ha, akalarimizni az avtotuningni anaqa bor-da, Instagramda tashlab ishlar qiladilar. Ukamdilar qilmasdim, Damas bo'lganligi uchun, sen bo'lganing uchun olib kelding. Qildim, ular bir 12 da olgan bo'lsam, bir 5 gachami, 4 gachami qildilar-da ular. Ha, aka endi ko'chada yurganda ham boshqacha bo'ladi. Bitta bo'ldi-da bunaqasi. Ha, bitta bo'ldi. Mashinani o'zim haydamayman deyaptilar. Yusuf akam keldilar, mashinani topshiryapmiz. Yusuf aka kimga beraman dedingiz mashinani? Adamga. Bu o'g'ilbolani orzusi-da. O'zlari haydamasa kerak, hayron qoldi. Adamga beraman dedi. Aka, umringizdog' bo'lsa, xayrli bo'lsin. Men xursand bo'ldim. Meni ham otam tirik bo'lganlarida qo'limdagi bor narsani bergan bo'lardim. Mallada aka. O'zim haydamayman, yuk tashlamayman, otamga beraman dedilar. Duo qilib qo'yamiz bolalar. Mehr ko'zda akalarim, dilxirali bo'lmasin. Şarkılar küsmüş duda, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça izlerini o günleri. Düşe kalka bata çıka, yaşadığı o depremin
Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu.